Laylatul Qadr kechasida xoslangan 100 rakatlik ibodatlar yo'q. Va jamlanib yoki uyda ayollar boshqa ayollarni chaqirib 100 rakat yoppasiga namoz o'qib, undan keyin 3 kun kasal bo'lish degan joyi yo'q. Xohlang 2 rakat namoz o'qing. Xohlang 100 rakat namoz o'qing. Xohlang birodar 500 rakat o'qing. Xohlang 1000 rakat o'qing. Lekin aynan 100 rakat namoz o'qiysan, aynan mana shu suralarni o'qiysiz degan joy yo'q. Kim xohlasa o'qiyversin. Men tilovati Qur'on qilmoqchiman, bemalol. Kimdir zikr qilmoqchi, bemalol. Kimdir tibbiyot institutida o'qiydi, darsini qilmoqchi. O'rtada bir zikr aytmoqchi, o'rtada 2 rakat namoz o'qimoqchi, bemalol. O'sha kechani bedor o'tkazib, fazilatidan bahramand bo'lishlik fazilatli. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Laylatul Qadr kechalarida ular taqdir kechalari, taqdir bitiladigan kechalar. Ertangi kechalarda yana Laylatul Qadr kechasining tafsirini aytamiz. U taqdir kechasi. O'sha kunning, o'sha kechaning qadri baland kecha. Va inshaalloh qadar, ya'ni miqdori baland, ya'ni farishtalar dunyo yuziga juda ko'p tushadi. Boshqa farishta tushishligi imkoniyat bo'lmaydi.